Penaltilar aktiv jarayoni. Abduvohid ketdi. Birinchi zarbani qaytar va omad bilan boshlaylik. Nurafkan to'p oldida zarba yo'llandi. Abduvohid topgandek edi. Topgandek edi-yu, salgina, ozgina yetib bormadi, ozgina. Kuchli tepdi hamda Nurafkan. Mana, ozgina santimetrlar yetmadi. Bizdan Eldor Shomurodov boshlab beradi. Eronga qarshi avvalgi o'sha Kaffadagi turnirda penaltidan foydalana olmagandi. Lekin undan keyin Turkiya chempionat to'purariga aylandi. Hozir zo'r formada. Turkiyaning ayni vaqtdagi eng yaxshi hujumchisi bo'lib turibdi, agar fakt bo'yicha gapiradigan bo'lsak. Shu yerda ham mana hozir hal qilish kerak. Beyranvandga qarshi. Eldor zarba! 1-1! Ishonchli, xotirjam va ayyorona zarba. Eldor ortiqcha emotsiyasiz. Nega? Chunki u jamoaga ko'rsatish kerak. Hammasi normal ketyapti. Nazorat ostida. Abduvohidning navbati ishga kirishishga va Eron tomonidan Muhammad G'orbani darvoqe Al-Vaqtida o'ynaydi Birlashgan Arab Amirliklarida. G'orbani Ne'matov. Hop. Tomosha qilamiz. G'orbani zarba markazga tepdi. Abduvohid esa boyagidek nariga, ya'ni o'zidan chap tomonga sakradi. Sakrab bo'lgan edi hamki ko'rdi markazga to'p kelayotgan. Lekin kech edi. Hop, Jamshid Iskandar, bu standartlar ijrochisi. Odatda shu klubda terma jamoada maydonga tushganda ham standartlarni ijro etadi. Menimcha u ham ishonchli tepa olishi kerak. Chalg'ityapti Beyranvand. Qarama unga Jamshid. Ruxsat berildi. Zarba. Iskandarov ham markazga tepdi. U ham markazga tepdi. G'orbaniga o'xshab va qizig'i Beyranvand ham sakradi o'sha tomonga, lekin oyog'i qolib ketdi. Shu oyog'i bilan qaytadi. Mana sakrab bo'ldi hamki oyoq endi mayli hozir. Hamma narsa Abduvohidga bog'liq. Hali imkoniyatlar bor. Ne'matovda Mahdi. Abduvohid qutqarasan bitta, ha? Qutqaradigan joyi. Zarba yaxshi. Ne'matov qutqarasan dedik, qutqardi. Bunday gapga kiradigan yigit. Qiyin vaziyatda sahnaga chiqdim. Juda ham zo'r. Pastki burchakdan olib chiqdi. Abdulla Abdullayev, himoyachi. Shu boy qizilli epizodda qatnashdi-yu, bu unutilishi kerak. Mana hozir bitta yaxshi tepib bersa bo'ldi, unutamiz. Ruxsat bor. Abdullayev juda ham ishonch bilan tepyapti, pastki burchakka yumalatib. Taxminan Eldorga o'xsha, faqat bu tarafga.
Narigi burchakka, pastki burchakka. Beyrand Vand chalg'itishga maksimum harakat qilyapti har gal. Shunga qaramasdan turib tepdi. Eronning navbati. Hisob tenglashdi. To'p oldida Majid Husayni. Bu ham Turkiyada o'ynaydi, Kayserisporda. Ne'matov ham tikka qarayapti ko'ziga. Ruhan u ham bosim qilmoqchi Majidga. Ana yana bittami? Yana bitta bo'ldi. Zarba yo'q. Bu safar topa olmadi Ne'matov. Eron bilan shuncha hayajonli o'yinlarni boshdan kechirib yetmaganiga yana penalti tepishyapmiz bular bilan. Bir video ko'rdim, eronlik jurnalistlar yana O'zbekistonmi deyotgan. Rustam Ashurmatov. Bu ham Eron chempionatida o'ynaydi, yaqindan boshlab. Istiqlol. Yaxshigina pushkasi bor Rustamning ham. Ana Ashurmatovning zarbasi kuchli tepdi. Beyrand Vand yetib bora olmadi bu to'pga. Teng ketyapmiz. O'zaro o'yinlarimiz qanday o'tsa, penaltilar ham shunday o'tyapti. Sinxron xatolar, sinxron aniq zarbalar hammasi teng-teng. 3-3 va oxirgi zarbalar bu yo'q. Bo'ldi. Ana endi kulminatsiyaga yetib keldik. Erondan oxirgi zarba ijrochisi 5-raqamdagi Millat Muhammadi. Tajribali 32 yoshda, himoyachi, chap qanotda o'ynadi. Chapaqay. Mabodoga ma'lumot o'rnida. Xo'p, Abduvohid Ne'matov hozir qahramonga aylanishi mumkin. Va aylandi. Qoyil rahmat Abduvohid. Ey. Shaxsan beraman deyapti to'pni. Kim tepadi bizda oxirgi zarbani? Ana o'shanga beradi to'pni hozir Abduvohid. Super save deb qo'yaylik, o'yinda kamroq shunaqa vaziyatlar kam bo'ldi. Akmal Mazgavoy, Birlashgan Arab Amirliklari chempionati vakili, Birlashgan Arab Amirliklarida bizga hal qiluvchi zarba bilan g'alaba keltirishi mumkin. Kayfiyati yaxshi, o'ziga ishonyapti. Beyrand Vand chalg'itishga qancha harakat qilmasin, Akmal sovuqqon futbolchi. Ishonamiz. Zarba! Gol! Yana yutdik Eronni. Ketma-ket ikkinchi marta penaltilar seriyasida, lekin o'sha qizil bilan yanada bu g'alaba yoqimli bo'layapti bizga. Zo'r tepdi. Akmal Mazgavoy chiroyli nuqta qo'yib berdi. Bu o'rtoqlik turniri, lekin mayli bu ham bir yutuq. Eron ustidan erishilgan har qanday g'alabamiz yutuq.